Mavzuda davom etamiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ham buyuk sarkarda davlat arbobi va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti hamda ijodiy merosiga bag'ishlangan Bobur merosi ma'naviy xazina mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Hozir shu haqida. Tadbir davomida Bobur merosining tarixiy ahamiyati, uning adabiyot va davlat boshqaruvidagi beqiyos o'rni, shuningdek, ajdodlar merosini o'rganishning bugungi yoshlar tarbiyasidagi muhim jihatlari yuzasidan mazmunli fikrlar bildirildi. Tadbir ishtirokchilariga Bobur hayoti va ijodiy faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etilib, yoshlar qalbida vatanparvarlik va milliy g'urur tuyg'ularini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Bugün mana shunday kerakki, bizim büyüklerimizi mübarek bir faxr va mehrdan olib chiroyli anjumani bo'layotgani, o'ylamak kelajakda Allohimizga katta bir qanot, katta bir darslik, katta bir ezgulik hamroh bo'ladigan niyat. Mana bugun bizning favqulodda vaziyatlar akademiyasida katta bir uchrashuv bo'lyapti. Albatta, fevral oyida tavallud topgan bizni G'azallar sultoni Nizomiddin Mir Alisher Navoiy hazratlari bilan Zahiriddin Muhammad Boburning mana tavallud kunlarini biz mana shunday kursantlar, qorasi ustozlar, qorasi qator kerakli olimlar, kerak mana shu farzandlar maktabdan keyin chiroyli boburlarimizni, namoylarimizni she'rlarni, g'azallarni olib chiroyli ko'rsatib o'tayotgan mana shu bizni o'quvchilar ham qatnashyapti. O'ylaymanki, bu albatta kelajakda bo'lgan bizning avlodlarimizga katta bir darslik. Tadbirda maktab o'quvchilari va kursantlar tomonidan namoyish etilgan sahna ko'rinishlari hamda Akademiya madaniyat markazi ijodkorlari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashib, tadbirning mazmunini yanada boyitdi va ishtirokchilarda iliq taassurotlar qoldirdi. Mazkur ma'naviy ma'rifiy tadbir kursantlarning tarixiy bilimlarini kengaytirish, ularning ma'naviy dunyoqarashini oshirish hamda buyuk ajdodlarimiz merosiga bo'lgan hurmatini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.